Seni xohlanmagan joyda soyangni ham qoldirma. Seni xohlanmayaptimi? Orqasidan yalinib yurma. Erkak kishiga xos emas bu. Nima qilibdi erkak kishi sevgisiz yashasa, muhabbatsiz yashab o'tib ketsa nima bo'ladi hayotda? Yoki o'zi xohlagan mashinani haydamasdan o'tib ketsa nima bo'ladi hayotda? Masalan, men yelik haydamasdan yoki Range Rover haydamasdan o'lib qolsam nima bo'ladi? Qabrda qiynalib yotaman yoki haydab o'lsam qabrda maza qilib yotaman. Qanaqa o'lchov bu? Masalan, realni qarash kerak-ku hamma narsaga. Nima qilibdi inson bitta narsaga erisha olmasdan o'tib ketib qolsa? Tem bo'li o'g'il bola bo'lsa, erkak kishiga xos bo'lish kerak, g'urur bo'lish kerak. O'sha yaxshi ko'rgani, sevgani turmushga chiqib ketganda, uni rasmlarini ko'rib yurarmish-deb o'chira olmasmish, kuchi yetmasmish. Shunaqa bo'ladimi erkak kishi? Bittasi aytayaptiki, "Men deydi, sevganim turmushga chiqib ketgan, rasmlarni o'chira olmayman." Keyin aytdimki, "Sani dedim, ertaga uylanganingda xotiningni boshqasi xayolida o'ynab yursa, xayolida har balo qilib yursa, rozimisan?" Desam, "Nima duosiz?" deydi. "Bo'lmasam baraka topib, erkak bo'lmaysanmi? Buni ham bitta erkak olgan, halol qilib olgan. Sen ham erkak bo'lding." Xullas, bu narsa erkak kishiga yarashmaydi. Bu narsa shunaqaki, men misol qilaman, Toshkentdan Samarqandga yo'lga chiqdingiz, yo'lda ovqatlanishga kirdingiz. Ovqatingiz yaxshi bo'lmaganligi uchun siqilib qolib ketdingiz o'sha yerda. To'g'rimi shu? Kulgili-a? Inson maqsadi sari yurayotganda yo'l-yo'laki ishlar bor. Shu o'xshamay qolsa hech narsa qilmaydi. Bu maqsaddan chalg'itmaslik kerak inson. Xuddi sevgi, muhabbat, oila, mayda-chuyda muammolar bilan turib qolish o'rnida, mana shunga o'xshaydi. Inson hamma narsadan kecha olish kerak. Inson doim yolg'iz qolishga tayyor turish kerak.